Ka'ba Post, ya'ni kisva matosining dizayneri o'zbekistonlik, xususan namanganlik inson ekanligi haqida bilarmidinglar? Abdulrahman Amin Buxoriy. Asli namanganlik bu insonning ismi islom diyorida yuqori hurmat bilan tilga olinadi va hatto aynan shu insonning ismi muqaddas Ka'ba Postida, ya'ni kisva matosining har yilgi nusxasida oltin harflar bilan yoziladi. Nimaga deysizmi? Bunga asosiy sabab esa Abdulrahman Amin janoblari kisvaning dizaynini sulus usulida yaratgan inson ekanliklarida. Usta Saudiya Arabistonida bo'lib o'tgan xattotlik musobaqasida g'olib bo'ladi va mukofot sifatida taklif etilgan pulni rad etib, uning o'rniga ismlarini kisvaning har bir nusxasida yozilishini so'raydi. Saudiya Arabistoni hukumati bunga rozilik bildiradi va shundan buyon hozirgi kunga qadar ustaning ismi kisvaning har bir nusxasida chop etilib kelinadi. U inson 1990-yilda muborak 90 yoshida vafot etdi. Ammo uning ismi haligacha oltin harflar bilan bitib kelinmoqda. Video keng tarqalishi uchun o'z hissangizni qo'shing va albatta namanganliklarga yuborib qo'ying.